Assalomu alaykum, xayrli tun, yaxshilarim, yaxshimisizlar? Bugun ishlar bilan charchamay, xotirjam uyga, oilangizga, bag'riga qaytib oldingizmi, hamkasblarim? Shu bir g'oya kelib qoldi kechqurganda, qish kunida. Hikam olib tikamanda, tikuvchilik bilan shug'ullanaman, obodonlashni ko'cha surishdan tashqari. Hozir o'g'illar bilan kelishib, bunday qo'y ko'tar tepaga. Pastdan tushir. Ha, shunday qilib. Shunaqa futbolkalarimizdan hamkasblarimga sovg'a sifatida tarqatsam to'g'rimikan, kiyisharmikan? Chunki o'zim bozorda sotaman, yozda sotardim, hozir sezoni bas. Ko'p qiyin kunlarimda nima deydi, yordam berishgan hamkasblarim. Ko'p mehnatlar singan men chevarchilik qilishimga, shu tikuv mashinalari olib 5-etajda turaman, shu olib chiqquncha ham shu olib kelishib, ko'tarishib yordam bergan bu hamkasblarim bo'ladi. Oyoqqa turishimda o'z hissalarini qo'shgan. Teraklarim yonganda teraklar ko'chirishib, ekishgani borishgan. Shu sabab maqsad qo'ydim, har bayramda o'zim sheriklarimni tabriklayman, oz bo'lsa ham deb. Shunga nima deysizlar, shu futbolkalardan tarqasam bo'ladimi? Mana. Ishga kelsa bo'ladi, zo'r bas, zamonaviy bas, lekin paxta matosidan tikilgan futbolka, yeng uzunlari, yeng kaltalari bor. Mayli desalarim kommentariyada yozib olinglar. Mana tayyor qo'yaman, pachkalab